Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatilinadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Israel Adesanya odamlar uning chempion sifatida qanchalik faol bo'lganini yetarlicha qadrlamaganini aytib o'tdi. Hozir o'rta vaznni ko'ring. Hamza Chimayev yuqoriga ko'tarilayotgan paytda juda faol edi. Hammaga qarshi jang qildi, tez chiqardi. Esimda, hatto bir paytlar bir oy ichida 2 marta ham jang qilgan. Oxirgi faol chempion men edim. Bu odamlar yetarlicha qadrlamagan narsa shu. Ko'rgan bo'lsangiz kerak, xohlagan vazndagi kamar chempionligi, chempion shu kamarini himoya qilish uchun 2-3 yildan keyin himoya qilmoqda. Hatto men o'zim ham qanchalik tez oktagonga chiqqanimni to'liq anglamagan bo'lishim mumkin. Haqiqiy chempionga bunday qilish kerak emas. Men sizlardan xafaman, deb aytib o'tdi Israel Adesanya do'stlar. Rostdan ham do'stlar, bunday olib qaraydigan bo'lsak, hozirgi chempionlar kamarini himoya qilish uchun kamida 2 yil, 3 yil dam olib keyin kamar himoya qilmoqda. Avvalgi eski chempionlar baribir ham zo'r edi. 3 oy, 4 oy dam olishardi va undan keyin yana kamar himoyasi uchun jang olishardi. To'g'rimi do'stlar, siz ham o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Eskidan UFC'ni kuzatib keladigan muxlislar bormi? Kommentariyada yozib qoldiramiz. Endi esa Conor McGregor. Gap so'zlar rost, yolg'on yo'q. Janob chempion ishonch bilan yana yozda qaytmoqda. Janglarni yana qutqarish uchun tomosha qiling va menga pul to'lang. To'langda yo'lingizdan qolmang. Men hammangizni yaxshi ko'raman. Bu sharaf, bu oson ish, juda oddiy g'alaba. Men jang qilayotganimdan ilohiy sehrni tomosha qiling. Hayratda qolasiz. Tez orada ko'rishamiz. Juda hayajonlanyapman, dedi Conor McGregor Twitter sahifasida do'stlar. Endi esa asosiy xabarlardan biri. Ali Abdulaziz shunday dedi. Islom uchun yozda juda katta va mashhur jangchi qarshi jang belgilangan. Kontrakt imzolangan va UFC bu haqda tez orada rasman e'lon qiladi. Va bu sizlarni hayratda qoldiradi, deb yozdi Islomning menejeri Ali Abdulaziz Twitter sahifasida. Ma'lumot uchun hozirda Conor McGregor ham qaytishini, jangi aniq bo'lganini va tez orada ochiqlanishini ma'lum qildi. Yana bir fakt, Conor vazn olgan va Conorning jangi aynan Islomning vaznida, yarim o'rta vazn toifasida jang o'tkazadi. Agar mantiqan o'ylab qarasak, Conor ham imzolagan jang yozda, Islomning menejeri ham Ali Abdulaziz ham Islomning jangi yozda bo'lishini va raqib juda mashhurligini aytib o'tmoqda. 90% do'stlar Islom va Conor jangi bo'ladi. Siz ham o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu jang bo'lsa, kim g'alaba qozonishi mumkin?